Mangurenlik dangasa kitobxon. Qanday video olsam insonlarga manfaatli bo'ladi va kreativni video bo'lib chiqadi deb. Bu kitobni kimlar ko'proq o'qishi kerak haqida oddiygina video olaman va faqatgina Falaq nashr tomonidan sanoqli bo'lgan bloger va insonlarga berildi va o'sha insonlar hasad tagida qolib ketdi. Binafsha Shulas ha aytgancha ma'lumot o'rnida sizlar bilasizlar, ushbu kitobda ikkinchi qismi ham chiqdi. Faqatgina bu kitobda endi kitob o'qishni boshlagan insonlar va menga o'xshagan dangasa kitobxonlar o'qishi kerak. O'ylab topolmadim, ishonasizmi? Chunki hamma gaplar aytilgan bu kitob haqida. Men ham shu kitobni ta'sirdaman. Assalomu alaykum, yaxshilar, sizlar ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar Mangurenlik dangasa kitobxon. Bugun butun O'zbekiston yoshlarini qiziqtirib qo'ygan va yaqinda o'zim ham o'qib tugatgan kitobim haqida gaplashamiz. Ushbu kitob esa oddiygina Binafsha Shulas. Haqiqatan ushbu kitobni O'zbekiston yoshlari bestseller darajasiga chiqarib yubordi. Keyin men ham bitta tanish ukamni olib qo'yib o'qidim. Bu qanaqa kitob? Nega butun O'zbekiston yoshlari qidiryapti deb. Kitobni o'qib tugatdim. Ancha oldin o'qib tugatgandim. Kitob haqiqatan menga yoqdi. Va ushbu kitob o'qib tugatganimdan keyin bu kitob haqida men qanday video olaman deb o'ylab qoldim. Sababi butun hamma o'qib chiqqan. Hozir men aytadigan gaplarim ham sizlarga prosta takroriy gapda eshitilishi mumkin. Anchadan beri o'ylayman, salkam 2-3 haftadan beri o'ylayapman, qanday video olsam insonlarga manfaatli bo'ladi va kreativni video bo'lib chiqadi deb. O'ylab topolmadim, ishonasizmi? Chunki hamma gaplar aytilgan bu kitob haqida. Keyin prostagina bu kitobni kimlar ko'proq o'qishi kerak haqida oddiygina video olaman va joylab qo'ya qolaman o'zimni kitob blogimga deb fikrga keldim. Binafsha Shulas ha aytgancha ma'lumot o'rnida sizlar bilasizlar, ushbu kitobda ikkinchi qismi ham chiqdi. Faqatgina Falaq nashr tomonidan sanoqli bo'lgan bloger va insonlarga berildi va o'sha insonlar hasad tagida qolib ketdi. Faqat men hasad qilmadim. Chunki bu kitob to'g'ri menga yoqdi, lekin ikkinchi qismini unchalik kutmayapman. Sababi bu kitobni o'qib tugatganimdan keyin yana bitta kitob o'qib tugatdim orada. O'sha kitobni holatida yuribman hali. Ushbu kitob esa uzrnoma kitobi. Hali ham shu kitobni ta'sirdaman, to'g'ri. Ushbu aytgancha Binafsha Shulasga qaytamiz. Ushbu kitob haqiqatan yaxshi kitob. Faqatgina bu kitobda endi kitob o'qishni boshlagan insonlar va menga o'xshagan dangasa kitobxonlar o'qishi kerak. Sababi men uchun bu motivatsion kitobga o'xshadi. Agarda men aytgan insonlar o'qiydigan bo'lsa, prosta kitobga bo'lgan qiziqishi yanada kuchayadi deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim. Yana kommentariyada yozib tashlamanglar. Shuning uchun ikkinchi qismini ham kutib qolamiz. Bizga Falaq nashr qachonlardir sovg'a qilib qolar yoki o'zimiz sotib o'qirmiz. Inshaalloh yaxshi va insonlarga manfaatli kitob bo'lgan deb o'ylayman.